Assalomu alaykum. Ahli guruh hammamizlar tinchmisizlar? Mana bugun 19-dekabr. Biz yana o'sha Ashan savdo markazidamiz. O'sha uzumlar masalasi. Hozir bir holatga yana bir qarab o'tamiz. Mana shu brend ortida kelgan uzumni qaranglar. Shu yerda mana 4 yashik 4 korzinkada turibdi. Mana hammasini holati Rossip. Mana qaranglar. Mana bir ikkita xaridorni qarab turdim. Ko'rib, shunday ola olmay ketdi-da. Mana bu brend bilan kelgan. Narxini qaranglar. 90 rubldan. Bu qo'ygan. Lekin mana shu 4 tovuq ham endi mana aytganda уже sotuvdan ishdan chiqib qolganda endi yaratgan ko'rsatmasin, endi 3000 kilometrlardan mehnat bilan, qancha mehnat bilan kelgan narsa endi turib musorga qarab ketadi. Mana holatimiz. Nima uchun uzumimiz xor bo'lyapti degan savolga javob mana shu yerda Rossiya prolapkalarda yotibdi. Xohlaymizmi yo'qmi, endi katta bozorimiz Rossiya bo'lyapti-da. Shu yoqlar mana shunday holat bo'lgandan keyin, tortmay qo'ygandan keyin shu holatga kelyapti. Mana Damskilarning holati anchagina yaxshi. Ularni mana otasiga rahmat, qanday bo'lib kelgan. Mana deyarli oldin 420 rubl qo'ygan. Endi 299 salakam 300 rubldan ular sotilyapti. Bular bo'lsa 90 rubldan ham mana turibdi. Mana nima uchun sifat deyapmiz, mana nima uchun islohot deyapmiz, akalar, ukalar. Bunaqa materiallarda qancha ko'rsatyapmiz, bunday ishlarda qanchasi ana qilyapmiz. Bu yerda esa mana xurmo karaloglarimiz. Holati ancha yaxshilangan. Lekin mana aksiya qilib qo'ygan 99-100 rubldan turibdi-da. Svecha xurmolarimiz. Ular mana kalibr, sorti maydaroq, lekin bir xilda. Ular ham ancha o'nardi holati. Lekin nima uchun talab olib ketayotgan yo'q, mana xaridor bor, akalar, ukalar. Boshqa mevalarda atrofda qaranglar, xaridor bor, lekin mana qaranglar, ko'ryapti. Narxiga qarayapti, lekin oladiganda topolmayapti-da, o'ylanib turibdi xaridorlar. Kutyapti, yetishga yo'q-da. Oladigani yo'q, ko'ryapsizlarmi? Mana shu holat. Если нашли бы нормальную веточку, купили бы, да? Вот так. Печально, да? Вот поэтому стараемся, что пишем на группах, что привезли нормальный, качественный. Вы тоже на это за? Endi nima deysiz? Mana shu xolamam ko'rdi, 90 rubl narxi olgisi kelyapti, lekin ichidan bir yaxshisini topolmayapti, tanlayapti. Mana shunaqa gaplar, akalar, ukalar. Mana mevalarda bu yerda konkurensiya juda ko'p. Mana uzum masalasida gapiradigan bo'lsak, shunaqa uzumlar bor. Ular ana o'zimizning yaxshi uzumni ham o'sha Damskilarda 300 rubldan ham olishyapti. Mana bunday uzumlarni mana 400 rubl atrofida indamay olib ketyapti. Xaridor qarayapti, ko'ryapsizlar. Mevalar har davlatdan keladi. Bu konkurensiya juda katta. Bu konkurensiyani yutish uchun bizda Jannat makon o'lkadan endi ana shu hozir yana muammo chiqdi, o'sha dorilar bilan dumlashib qo'yapti, hidi ham kelib qolyapti. Bu ham marqaga tortyapti-da. Atak bizda uzumlarimiz, mana bu uzumlarimiz o'ta hozirgi muskatlarning singari, boshqa davlat uzumlarining singari chiroyli bo'lmasa ham, lekin olishadi, buni mazzasini bilishadi. Qayoqdan kelayotganini kimyo aralashsa ham, lekin baribir brend bor deb, ular toza deb bilishadi boshqalarga, Xitoyga, boshqa davlatlarga nisbatan. Lekin nima qilaylik? Holat, ahvol hozir ko'rsatgan ahvolda olmaydi. Mana shunday mahsulotlar ichida. Shuning uchun akalar, ukalar, avvalo bugungi juma ayyomlaringiz bilan yana bir bor tabriklayman. Yaratgan ezgulik, xolislik, odillik yo'lda qilayotgan harakatlaringizga barokatlar yog'dirsin. Dar shikast ko'rmanglar. Doim halollikka, islohot degani bu halollikda davom ettirish. Akalar, ukalar, halollikda barokat. Aldovsiz harakat qilamiz. Sifatni o'g'nashga harakat qilamiz. Yaratgan albatta barokatini beradi. Salomat bo'linglar.